hozir juda ham ehtiyot bo'lish kerak, hushyor bo'lish kerak. Sababi juda ham har xil xabarlar ko'payib ketgan. Shunaqangi yolg'onchi odamlar ko'payib ketgan, yolg'onchi jurnalistlar, blog yuritadigan yolg'onchi odamlar ko'payib ketgan. Yolg'onchi bo'lmasa ham, okey. Sizga kimdirni yomon ko'rgizib qo'yish maqsadida o'sha post chiqaradigan yoki xabar tarqatadiganlar juda ham ko'payib ketgan. Oddiy misol, juda ham sodda misol keltiraman. Bitta bolani boshiga olma tushdi. Bola hammasi joyida deyapti, lekin endi har ehtimolga qarshi uni ishonch hosil qilish uchun sog'lomligiga kasalxonaga olib borildi. Endi o'sha jurnalistlar, o'sha bloglar buni qanday yozadi? Masalan, bundan 100 yil oldin hokim buni rejalashtirgan, u olma ekkan mabitga, metga daraxtlar ekkan va metga bolalar maydonchasini qurgan atayin olma bolani boshiga tushgan. Xullas, bolani ahvoli og'ir, больницаga olib ketildi. Mana shu bu juda ham oddiy misolda endi. Men albatta ular kabi shunaqangi so'zlarni terib, ular endi ishonchliroq, ular haqiqatan bo'lishi mumkin deydigan qilib yozadi xabarlarni va masalan ularni ertadan keyin ustidan yozib beradigan bo'lsangiz ham o'sha yolg'on xabarlari uchun ular o'ziga shunaqangi fortichkalar qoldirgan bo'ladiki, men mana buni nazarda tutgandim, mana bu maqsadda yozgan edim deb o'ziga shunaqa sharoitlarda chiqish yo'llarini ham yozib olgan, yaratib olgan bo'ladi. Ular o'zining ishida ustasi farang. Xo'p, so'z erkinligi berildi. So'z erkinligini hamma ham to'g'ri tushunmadi. Kimdir birovlarni haqorat qilishni ham so'z erkinligi deb o'ylayapti. Yo'q, bu uni chegarasidan o'tish, bu uni haqorat qilish, bu jinoyat. So'z erkinligi deb hamma xohlaganini gapiryapsiz hozir. Xullas, shunchaki hushyor bo'lar, ehtiyot bo'lar. Davlatga qarshi qilib qo'yishi mumkin ana xabarlar. Albatta bitta xabardan keyin siz davlatga qarshi chiqmaysiz. Lekin ular sekin miyangizga mana shu g'oyani ekib boradi va yillar davomida bu natijasini qachondir ko'rsatishi mumkin. Sizda shunaqangi impuls bo'lsin, sizda o'zingizda fikringiz bo'lsin, buni har bitta ma'lumotni tekshirib, fakt check qilib, to'g'risini biling, bo'ldi. Har kimga ham ishonib ketavermang internetda. Ogoh bo'ling.